Sinema roziligini olib, pulli kursida o'rgatadigan, bittada o'xshab chiqadigan biskvit retseptini sizlarga teppa-tekinga olib keldim. Bitta like bosib qo'ysanglar o'rgataman. Tuxum bilan shakarni oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Boshqa idishda hamma quruq mahsulotlarni aralashtirib olamiz. Un, kakao, kukuruzli kraxmal, vanilin, razrxlitsin mahsulotlar grammini video ostida qoldiraman. Tuxumli massaga oz-ozdan solib, lopata yordamida shunaqa aralashtirib olamiz. Pergamin solingan listga solib, 170 gradusda 17-18 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ungacha muzqaymoqli krem tayyorlaymiz. Quyultirilgan sutga eng mazali pyurimilkining 45% qaymog'ini yaxshilab aralashtiramiz va krem tayyorlaymiz. Chiqqan biskvitimizni teskarisiga o'giramiz va pergament qog'ozimizga zich qilib rulet holatida o'rab birpasga qo'yib qo'yamiz. Sovigandan keyin orasini krem bilan to'ldiramiz. Xohishga ko'ra mevalar bilan bezatsanglar ham bo'ladi. Kremni qolgan qismini ustiga yaxshilab surib chiqamiz va ustidan shokoladni ganash qo'yamiz va xohishga ko'ra bezatamiz. Shunaqangi zo'r chiqadi, bittada o'xshab chiqdi. Doim biskvitlarim cho'kib qolardi. Shu retseptni qilsanglar juda ham idealniy chiqadi. Video uchun bitta like bosib qo'ying.